Assalomu alaykum. Hello everyone. Hammaga salom. Sizlarga va'da qilganimdek bugun sizlarga ijobiy va salbiy bo'lgan negativniy va pozitivniy iyonlar haqida so'zlab beraman va ularni farzandlarimizni hayotidagi ahamiyatini bilib olamiz inshaalloh. As I promised you, I will tell you about positive and negative ions and their effects on our children's life. So let's start first with positive ions. As we know, we are surrounded by atoms and molecules which are invisible to our eyes, but they are the reality of our life. Biz bilamizki, hayotimiz, bizni borlig'imiz bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan atomlar, zarralar, molekulalardan tashkil topgan. Ular bizning ko'zimizga ko'rinmasa ham, aslida ular bizni hayotimizning haqiqati hisoblanadi. Demak, pozitiv ionlar haqida so'zlab bersam, eng avvalo pozitiv ionlar shunday molekulalarki, ular ijobiy zaryadlangan molekulalar hisoblanadi. Ularni ijobiy deyilishiga siz ahamiyat bermang, chunki aslida ular juda ham zararli. Aytganimdek, ular ijobiy zaryad olgani uchun ham o'zida elektron moddasi kamligi tufayli ijobiy zaryad oladi. Mana shu molekulalar ichida o'zidan zaryadlarni tashqariga chiqaradi. Xuddi telefonimiz qanday zaryadkaga to'lgan bo'lsa, mana shu ionlar ham, mana shu molekulalar mana shunaqa zaryadlarga to'lgan bo'ladi. Va ularni qayerlardan topsak bo'ladi? Albatta, ularni eng avvalo telefonlarimizda. Telefonlarimiz o'zidan pozitivniy, ya'ni ijobiy ionlarni chiqaradi. Televizorlar, konditsionerlar, barcha mana shu sun'iy bo'lgan buyumlar, bizni uyimizdagi mebellar barchasi o'zidan pozitiv ionlarni, ya'ni zararli ionlarni chiqaradi. Bularni bizni sog'lig'imizga qanday zarari bor? Bular bizni organizmimizga, tanamizga singani sari, biz ularni burnimiz orqali, nafas yo'llarimiz orqali butun tanamizga singdirganimiz sari, ular bizni gormonlarimizga ta'sir ko'rsatadi va ularni buzilishiga olib keladi. Bizni immunitetimizni tushiradi, bizni kayfiyatimizni yomonlashishiga sabab bo'ladi, boshimizni og'rishiga, ko'nglimizni aynashiga sababsiz mana shunday muammolarni keltirib chiqaradi. Shu o'rinda negativ ionlar esa bizni sog'lig'imizga juda ham foydali ionlar hisoblanadi, chunki ular o'zlarida hech qanday zaryadlarni tashkil qilmaydi. Ular ijobiy zaryadlangan molekulalar emas, aksincha ular salbiy, ya'ni negativ zaryadlangan molekulalar hisoblanadi. Ularni biz qayerlardan topsak bo'ladi? Albatta, ularni biz tabiat qo'ynida topamiz. Dengiz bo'ylarida, sharshara yonlarida, gullar, daraxtlar ko'p bo'lgan joylarda negativ ionlar ko'p bo'ladi. Ularni bizni kayfiyatimizga juda ham ijobiy foydasi bor. Shuning uchun biz tabiat qo'yniga chiqqanimizda o'zimizni yaxshi his qilamiz, kayfiyatimiz ko'tariladi. Hattoki bu ionlar bizni gormonlarimizni tuzalishiga ham yordam beradi. Negative ions. What are negative ions? In contrast to positive ions, they are very helpful ions. They are our friends. They love us. We must love them also. They are the ions which are not charged. They don't hold any charges within themselves. They hold more electrons. That's why they are very healthy for our mental and physical health. Where can we find those ions? We can find those ions in areas which are surrounded by nature, next to the trees and flowers, waterfalls, sea, and different natural places. That's why whenever we go to such kind of places, we feel very relaxed and we feel very happy. Even we had a headache, we feel that it's like we get a release and heal from those sicknesses, aches which we usually experience. Xulosa qilib aytganda, pozitiv va negativ ionlarni bilib olganimizdan so'ngra, albatta endi ularni ahamiyatini farzandlarimizni hayotida, ularni sog'lig'ida juda ham
katta o'rni borligini bilib olishimiz mumkin. Demak, biz farzandlarimizni biror bir joyga olib borishdan oldin mana shu ionlarga ahamiyat berishimiz kerak. Biz olib borayotgan joylarda pozitiv ionlar bormi yoki negativ ionlar bormi? Masalan, biz farzandlarimizni ko'pincha olib borayotgan savdo markazlarida va ularni ichidagi o'yingohlarda albatta pozitiv ionlar ko'p bo'ladi. Chunki bu o'yingohlar turli xil sun'iy plastik buyumlardan tashkil topgan bo'ladi va u yerda insonlar ko'p bo'ladi. Inson ko'p joyda albatta nima bo'ladi? Chang bo'ladi va albatta pozitiv ionlar ko'pligi sababli farzandlarimizni qancha o'ynatishga harakat qilsak ham kun oxirida ular xafa holda, urushqoq kayfiyatda qaytishlari mumkin. Ularning immuniteti nimaga tushayotganini bilmaymiz. Mana shu narsalarga ahamiyat bermaganimiz uchun ham bu muammolar kelib chiqishi mumkin. Aksincha, agar biz farzandlarimizni negativ ionlar bor joyga, tabiat qo'ynilariga ko'proq olib chiqishga harakat qilsak, ularni tabiat bilan munosabatlarini, tabiatga bo'lgan mehrlarini uyg'otishga harakat qilsak, bu ularni kayfiyatiga albatta ijobiy ta'sir qiladi. Sog'lom muhitda voyaga yetishlariga sababchi bo'ladi.